Yigit tanıyapsizlar? Dunyoni ko'rishni istaganda birinchi o'rinda nimani ko'rishni istagan bo'larsiz? Agar men dunyoni ko'rishni istaganimda o'zim yoqtirgan artist Jaloliddin Ahmadaliyevni ko'rgan bo'lardim. Hech uchrashganmisiz? Yo'q, o'zi yoshligimdan Jaloliddin akamiz bilan uchrashishni qattiq bir orzu qilardim. Endi eng katta orzum duet aytish edi u kishi bilan. Hozir boshidan sog'indim va solindim degan qo'shig'ini boshidan Jaloliddin akamiz o'zlari boshlab beradilar. Guldiroz harsalaringiz bilan. Senga bo'lgan xumorim aldan, suratingga qarab olindim. Bilsang yurak qilmasa talab, bugun seni juda sog'indim. Hasratimga dengizlar guvoh, osmondagi yulduzlar guvoh. Sog'inishim bo'lsa-da gunoh, bugun seni juda sog'indim.